Assalomu alaykum hammaga. Ayni vaqtda biz Navoiy viloyat markazidan 300 kilometr uzoqlikda bo'lgan Uchuz tumanining Gulchira ovulida biza. Mana shu Gulchira ovulida 5 kilometr 200 metr qismida ichki xo'jalik yo'llarida asfalt beton qoplamasi yotqizilgan. Shu yerda yashayotgan xalqimizdan, faollardan, mehnat faxriylaridan o'z fikrlarini eshitish maqsadida shu bilan ozgina suhbat qilaylik. O'ktam buva, marhamat o'z fikrlaringizni bildirsangiz. Mana shunday eng chekka ovullarga shunday e'tiborni qaratishni bizni ruhlantiradi, xalqimizni ruhlantiradi. Juda xalqimiz prezidentning siyosatidan minnatdor. Chunki mana shu yerda men 30 yildan beri ziyodroq Mushkilda yashayotgan bo'lsam, bu asfalt yo'llar yo'q edi. Tosh tashilgan yo'llar, uydim chuqur, qishda loy, yozda chang bo'lgan vaqtlarda juda aholi qiynalardi. Aholining talabi bilan mana shu yerda hozir 5 kilometrdan ziyod, 5 kilometr 200 metrdan ziyodroq asfalt ta'mirlandi. Biz faollar o'zimiz xursandmiz, aholi ham xursand. Kelib uni sifatini ham ko'rganmiz, o'zimiz ham nazorat qilganmiz, lekin juda qisqa muddatda sifatli qilib berdi. Biz avtoyo'ldan juda ham minnatdormiz, chunki masalan mana o'zim mahalla raisi bo'lgan vaqtimda shunday aholini bir iltimosi bor edi. O'sha yo'l bo'yida bekat qurib berishdi. Shimoliy kon boshqarmasiga bu yo'l qaramasdi. Shimoliy kon boshqarmasiga qaramagandan keyin qura olmasdi. Yo'l bo'limiga iltimos qilib xat bilan chiqqanimizda yo'l bo'limi shu yerda aholining murojaati hisobiga olib bekat qurilgan. Mana shu yerdan ketadiganlarga juda yaxshi. Biz juda ham minnatdormiz, yo'llarimiz ravon. Bundan keyin ham ishlaringizga omad tilaymiz. Yo'lchilarga katta rahmat. Hammalari ko'rib turibsizlarki, ayni vaqtda mahalla faollari ham xursandchilikda mana shu yerda qilingan ishlardan bu avvalo siyosatimizni to'g'ri olib borayotganligini desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayni vaqtda biz ham kuzatishda davom eting. Qolgan ovullarga borib o'z fikrlarini olamiz.